Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomuz shunchaki bir mavzuga bag'ishlanmagan. U shaxsiy xavfsizligingiz, moliyaviy barqarorligingiz va hatto tinchligingiz uchun kritik ahamiyatga ega bo'lgan ogohlantirishdir. Ishoning, hozir sizga aytadiganlarim har biringizga taalluqli. Bu ma'lumotlar sizni, yaqinlaringizni katta muammolardan qutqarishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi shart. Muammo mohiyati. Eski va yangi firibgarlik usullari eslab ko'ring. Bir necha yil oldin firibgarlik deganda ko'z oldimizga asosan oddiy, kamroq texnologiyaga asoslangan sxemalar kelardi. Masalan, siz lotereya yutdingiz, yaqiningiz avariyaga uchradi. Pul kerak kabi SMS xabarlar yoki noma'lum raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlar. Bu firibgarlar asosan odamlarning soddaligidan yoki qo'rquvidan foydalanardi. Ularning usullari nisbatan oddiy bo'lib, ozgina hushyorlik bilan ularni osongina aniqlash mumkin edi. Hatto ba'zan ularning so'zlashuvida mantiqiy nomuvofiqliklar bo'lardi. Masalan, noto'g'ri grammatika yoki umumiy ma'lumotlarning yo'qligi ularni fosh qilardi. Bank xodimi deb o'zini tanishtirgan odamning xira ovozi atrofda begona shovqinlar ko'pincha ularni fosh etardi. O'sha paytda banklar va mobil operatorlar doimiy ravishda hech qachon PIN kodini bermang yoki shubhali SMSlarga javob bermang kabi ogohlantirishlar berardi va bu ko'p hollarda yordam berardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hozirgi firibgarlik sxemalari shu qadar murakkablashgan. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'plashda shu qadar ustalik bilan ish olib borilmoqdaki, hatto eng ziyrak inson ham adashib qolishi mumkin. Ular faqatgina sodda odamlarni emas, balki texnologiyadan xabardor bo'lgan tajribali foydalanuvchilarni ham nishonga olmoqdalar. Buning asosiy sababi sun'iy intellektning rivojlanishi, shaxsiy ma'lumotlarning keng tarqalishi va ijtimoiy injeneringning yangi darajaga chiqqani. Firibgarlar endi shunchaki shaxsiy ma'lumotlaringizni emas, balki sizning psixologik zaif tomonlaringizni, ishonchingizni, hatto yaqinlaringizga bo'lgan g'amxo'rligingizni ham nishonga olmoqda. Ular sizni chalg'itish, aldash va moliyaviy jihatdan jabrlash uchun barcha mavjud vositalardan foydalanmoqda. Oldingi kabi quruq SMS yoki qo'ng'iroqlar o'rniga endi sizga shaxsan tegishli bo'lgan ma'lumotlar bilan boyitilgan, xuddi haqiqiysiga o'xshash maktublar, video konferensiyalar, hatto sizning ovozingizni taqlid qiladigan qo'ng'iroqlar kelishi mumkin. Bu esa muammoni ancha jiddiy va dolzarb qilib qo'ymoqda. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi shart va kimlar shart emas? Bugun sizga eng dolzarb bo'lgan yangi turdagi firibgarlik sxemalarini birma-bir tahlil qilib beraman. Bu ma'lumotlar har bir internet foydalanuvchisi, har bir smartfon egasi uchun zarur. To'g'risini aytganda, kimlar xavotirlanishi shart emas degan savolga javob berish qiyin. Chunki onlayn maydonda xavfsizlik mutlaqo kafolatlanmagan. Ammo hushyorlik va bilim bilan o'zingizni sezilarli darajada himoya qilishingiz mumkin. Quyidagi firibgarlik turlarini bilish shart. 1. Deepfake, chuqur soxtalashtirish orqali amalga oshiriladigan firibgarlik. Bu eng xavfli va murakkab turdagi firibgarliklardan biri hisoblanadi. Firibgarlar sun'iy intellekt yordamida sizning yaqiningizning, rahbaringizning yoki obro'li bir tashkilot vakilining ovozini va hatto videodagi tasvirini soxtalashtirib sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Misol, tasavvur qiling. Sizga ishxonangizdagi rahbaringizdan, masalan, Bobur akadan video kurs keladi. Uning yuzi, ovozi, hatto o'ziga xos imo ishoralari ham Bobur akaning xuddi o'zginasiga o'xshaydi. U shoshilinch ravishda, xuddi juda muhim bir bitimni yakunlayotgandek sizdan kompaniya hisobiga tezkor pul o'tkazishni so'raydi. Vaziyat shoshilinch ko'rsatiladi. Masalan, xalqaro hamkorlar bilan kelishuv muddati tugayapti, hozirda men uchrashuvdaman. Tezda falon hisobga 7 million so'm o'tkaz, hujjatlarni keyin hal qilamiz deydi. Siz shubha qilmasdan pulni o'tkazasiz, chunki sizning nazaringizda bu sizning rahbaringiz edi. Oradan 1 soat o'tgach, haqiqiy Bobur aka bilan gaplashsangiz, u hech qanday pul so'ramaganini, bunday qo'ng'iroq qilmaganini aytadi. Sizning 7 million so'mingiz esa allaqachon firibgarlar qo'liga o'tib bo'lgan. Bu kabi holatlar allaqachon dunyoning turli mamlakatlarida yuz bergan va katta miqdordagi mablag'lar yo'qotilgan. 2. Sofistikatsiyalashgan phishing va smishing hujumlari. Phishing elektron pochta orqali va smishing MS orqali ancha eski usullar bo'lsa-da, ularning hozirgi ko'rinishi tubdan yangilangan. Firibgarlar endi shunchaki bank nomidan emas, balki sizning ma'lumotlaringizni bilgan holda.
shaxsiylashtirilgan xabarlar yuboradi. Misol, siz biror onlayn do'konda yaqinda xarid qilganingizni yoki bankda biror tranzaksiya amalga oshirganingizni eslaysiz. Sizga aynan o'sha do'kon yoki bank nomidan ularning logotipi, rasmiy shrifti va to'g'ri grammatika bilan yozilgan elektron pochta yoki SMS keladi. Xabarda sizning oxirgi tranzaksiyangizda shubhali harakatlar aniqlandi. Hisobingizni bloklanishdan saqlash uchun quyidagi havolaga o'ting va ma'lumotlaringizni yangilang deb yoziladi. Havola esa sizni bankning yoki do'konning haqiqiy saytiga juda o'xshash soxta sahifaga olib boradi. Siz bu sahifaga kirib, login, parol, hatto karta ma'lumotlaringizni kiritganingiz zahoti bu ma'lumotlar firibgarlar qo'liga tushadi. Keyin ular sizning hisobingizdan pul yechib olishi yoki boshqa firibgarlik sxemalarida foydalanishi mumkin. Bunday saytlar shunchalik ustalik bilan tayyorlanganki, hatto tajribali internet foydalanuvchisi ham tafovutni sezishi qiyin bo'ladi. Qo'shimcha misol, yetkazib berish xizmati nomidan kelgan SMS. Siz biror buyurtma kutayotganingizni bilishadi va sizga paketingizga qo'shimcha bojxona to'lovini amalga oshiring. Aks holda yetkazib berish bekor qilinadi. Havola soxta havola kabi xabar keladi. Siz to'lovni amalga oshirsangiz, nafaqat paketingizni olmaysiz, balki karta ma'lumotlaringiz ham o'g'irlanadi. Uchuq qalbaki investitsiya platformalari va yuqori daromadli sxemalar. Bu turdagi firibgarliklar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan yoki tez bo'yishni istagan odamlarni nishonga oladi. Misol, ijtimoiy tarmoqlarda. Messenjerlarda sizga kafolatli yuqori daromad bilan passiv sarmoya kiritish taklifi bilan reklama chiqadi. Reklamada muvaffaqiyatli odamlarning fotosuratlari, qalbaki guvohnomalar va tezda bo'lgan odamlarning intervyulari aks ettiriladi. Sizga bir super algoritm yoki noyob tovar bozori haqida gapirib, o'z pulingizni kiritishni taklif qilishadi. Dastlab siz kichik miqdorda pul kiritasiz va ular sizga daromad deb ko'rsatilgan kichik summani qaytarib berishadi. Bu sizning ishonchingizni qozonish uchun qilinadi. Keyinroq ular sizni kattaroq investitsiyalar qilishga undaydi. Masalan, $1 million sarmoya qilsangiz, bir oyda $3 million qilib beramiz deb va'da berishadi. Siz katta miqdorda pul kiritganingizdan so'ng platforma yo'qolib qoladi yoki siz bilan bog'lanishni to'xtatishadi. Bunday platformalar ko'pincha sayt va mobil ilovalarni juda professional tarzda yaratadilar. Ularning texnik qo'llab-quvvatlash xizmati ham dastlab juda muloyim bo'ladi. Ammo aslida bu piramida sxemasi bo'lib, eng oxirgi pul kiritganlarning hisobiga avvalgilarga ozroq pul beriladi. Keyin barcha mablag'lar bilan izsiz yo'qolishadi. Yoki ular sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yig'ib, keyinchalik boshqa maqsadlarda foydalanishlari mumkin. 4. Soxta ish takliflari va ishga joylashish firibgarligi. Ish qidirayotgan odamlar ayniqsa bu turdagi firibgarlikning qurboni bo'lishi mumkin. Misol, siz internetda ish qidirib yuribsiz va sizga orzuyingizdagi ishga o'xshash taklif keladi. Masalan, katta xalqaro kompaniyada uyda ishlash imkoniyati oylik 10 million so'mdan. Siz arizangizni yuborasiz va tez orada sizga kompaniya vakili deb o'zini tanishtirgan shaxs elektron pochta orqali yoki Telegramda bog'lanadi. Suhbat juda professional tarzda o'tkaziladi. Keyin sizdan ishga joylashish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish yoki kurslardan o'tish bahonasida ma'lum miqdorda to'lov talab qilinadi. Masalan, Qo'shma Shtatlardagi markaziy ofisimizda treningdan o'tishingiz shart. Buning uchun 500 ming so'm avans to'lovi qilasiz deyish mumkin. Yoki sizga maxsus dasturiy ta'minot sotib olishingiz kerak, narxi 2 million so'm deb talab qilishlari mumkin. Pulni o'tkazganingizdan so'ng aloqa uziladi va siz hech qanday ishga joylashmaysiz. Ba'zan ular shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport nusxasi, ID karta ma'lumotlari so'rab, ularni keyinchalik qalbaki bank hisoblari ochish yoki boshqa firibgarlik uchun ishlatishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart? Yuqorida aytib o'tganimdek, smartfon, kompyuter va internetdan foydalanadigan har bir kishi bu yoshga, jinsga, ijtimoiy mavqega bog'liq emas. Hatto IT sohasida ishlaydigan mutaxassislar ham firibgarlikning qurboni bo'lishi mumkin. Chunki ijtimoiy injeneriyaning murakkab usullari har qanday insonni adashtirishi mumkin. Masalan, soxta texnik yordam markazlari ham IT mutaxassislarini aldashga urinishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Mutlaq xavfsizlik yo'q, ammo doimiy ravishda hushyor bo'ladigan. Yangi firibgarlik usullari haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan, kiber mudofaa qoidalariga rioya qiladigan va har doim 2 marta tekshiradigan odamlar nisbatan kamroq xavotirlanishlari mumkin. Istisnolar, tuzoqlar va ko'rinmas jihatlar, bu mavzuda mutlaq qoidalar yo'q.
Chunki firibgarlar har doim yangi yo'llar topishga harakat qilishadi. Ammo ba'zi muhim istisnolar, tuzoqlar va ko'rinmas jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizning mudofaatingizni yanada mustahkamlaydi. 1. Hatto eng aqlli va texnik jihatdan bilimdon odamlar ham tuzoqqa tushishi mumkin. Ko'pincha odamlar o'zlarini men ahmoq emasman, meni alday olmaydi deb hisoblashadi. Bu esa xavfli darajada ortiqcha ishonchga olib keladi. Firibgarlar aynan shu o'ta aqllilik hissini nishonga oladi. Ular har doim o'z qurbonining zaif tomonlarini topishga intiladi. Bu stress holati, uyqudagi muammolar, shaxsiy qiyinchiliklar yoki shunchaki bir lahzalik chalg'ish bo'lishi mumkin. Masalan, juda band bo'lgan rahbar ham xuddi o'zining yordamchisiga o'xshagan deepfake video kurs kelganda shoshilinch qaror qabul qilib, firibgarlarning tuzog'iga tushishi mumkin. Shu sababli har doim, har qanday sharoitda hushyor bo'ling. 2. Shoshilinch talablar va hissiy manipulyatsiya firibgarlarning asosiy guruhi. Firibgarlar sizni o'ylashga, ma'lumotlarni tekshirishga imkon bermaslikka harakat qiladi. Ular tezda hozir, agar qilmasangiz hisobingiz bloklanadi, imkoniyatni qo'ldan boy berasiz kabi iboralarni ishlatadi. Ular sizni qo'rquv, ochko'zlik, hamdardlik yoki shoshilinch qaror qabul qilishga undash orqali manipulyatsiya qiladi. Masalan, qizimning salomatligi xavf ostida, shoshilinch operatsiya uchun pul kerak, falon raqamga o'tkazing kabi yolg'on xabarlar orqali hissiyotlarga ta'sir qilishadi. Bunday vaziyatlarda har doim bir necha daqiqa to'xtab, vaziyatni xotirjam tahlil qiling. Hech qanday moliya muassasasi yoki davlat idorasi sizdan telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ramaydi yoki shoshilinch pul o'tkazishni talab qilmaydi. 3. Oddiy ko'ringan xavfsizlik choralarining o'ta muhimligi. 2 faktorli autentifikatsiya, 2FA va kuchli parollar odatiy maslahatlar bo'lib tuyulishi mumkin, ammo ular sizning raqamli himoyangizdagi eng muhim qatlamlardandir. Firibgarlar sizning parolingizni o'g'irlasa ham, agar sizda 2FA yo'qolgan bo'lsa, ular hisobingizga kira olmaydi. Ammo bu yerda ham nozik bir jihat bor. SMS orqali keladigan 2FA kodi ham xavfsiz emas. Ba'zi firibgarlar sim kartani klonlash, sim swapping orqali sizning raqamingizni boshqa sim kartaga o'tkazib, SMS kodlarini o'zlari qabul qilishlari mumkin. Shu sababli iloji boricha apparat kalitlari, hardware tokens yoki maxsus autentifikator ilovalari, masalan Google Authenticator orqali 2FA dan foydalanish afzalroq. 4. Jamoat Wi-Fi tarmoqlari va ularning xavfsizligi. Kafelar, aeroportlar yoki boshqa jamoat joylaridagi bepul Wi-Fi tarmoqlari qulay bo'lsa-da, ular xavfli bo'lishi mumkin. Firibgarlar bu tarmoqlarga maxsus dasturlarni o'rnatib, sizning internet trafiklaringizni kuzatishi va shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Shuning uchun jamoat Wi-Fi orqali onlayn banking yoki boshqa muhim saytlarga kirmaslik, muhim ma'lumotlarni yubormaslik tavsiya etiladi. Agar majbur bo'lsangiz, VPN Virtual Private Network dan foydalaning. 5. Ma'lumotlaringiz allaqachon firibgarlar qo'lida bo'lishi mumkin. Ko'plab yirik kompaniyalar ma'lumotlarining buzilishi holatlari tez-tez uchrab turadi. Ehtimol sizning elektron pochtangiz, parolingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz allaqachon qandaydir ma'lumotlar bazasida sotuvga qo'yilgandir. Firibgarlar bu ma'lumotlardan sizga qarshi yangi firibgarlik sxemalarini tuzishda foydalanadi. Shu sababli parollaringizni muntazam ravishda o'zgartirib turish va har bir sayt uchun alohida noyob paroldan foydalanish juda muhimdir. Harbin.net kabi resurslarda o'z elektron pochtangizni tekshirib, ma'lumotlaringiz siz bilmagan holda buzilgan yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. 6. Tizimlarning zaif tomonlari emas, inson omili eng zaif nuqta. Ko'pincha muammo texnik zaifliklarda emas, balki insonning xatosida bo'ladi. Firibgarlar sizning tizimingizni buzishdan ko'ra sizni aldash osonroq ekanligini bilishadi. Shuning uchun ular ijtimoiy injeneringga katta e'tibor berishadi. Bu shuni anglatadiki, dasturlarni, operatsion tizimlarni yangilab turishdan tashqari, o'zingizni ham yangilab turishingiz, ya'ni yangi firibgarlik usullarini o'rganishingiz va ularga qarshi kurashishda hushyor bo'lishingiz kerak. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu tahdidlardan o'zingizni qanday himoya qilish kerak? Sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Hamma narsani 2 marta tekshiring. Noma'lum havolalarga bosmang agar sizga bank, mobil operator, pochta xizmati yoki biron bir yirik kompaniya nomidan xabar yoki elektron pochta kelsa, havolaga darhol bosishdan oldin ularning rasmiy saytiga kirib ma'lumotni tekshiring. Yoki xabardagi raqamga emas.
balki ularning rasmiy saytida ko'rsatilgan ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiriting. Qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir sizga rahbaringiz, bank xodimi yoki davlat idorasi vakili deb qo'ng'iroq qilsa va shoshilinch pul o'tkazishni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni talab qilsa, darhol aloqani uzing. Agar shubha tug'ilsa, o'zingiz bilgan rahbaringizning yoki bankning rasmiy telefon raqamiga, elektron pochtadagi yoki SMSdagi raqamga emas, qo'ng'iroq qilib vaziyatni tekshiring. Hech qachon bank xodimlari sizdan PIN kod, CVV kod, to'liq karta raqami yoki bir martalik kod OTP so'ramaydi. 2. Kuchli parollar va 2 faktorli autentifikatsiya 2FA dan foydalaning parollar. Har bir onlayn xizmat uchun alohida murakkab parol, katta va kichik harflar, raqamlar. Belgilar aralashmasi kamida 12 belgidan iborat yarating. Parol menejerlaridan foydalanishni tavsiya qilaman. Masalan, LastPass, InPassword, Bitwarden, EFAga. İmkon qadar hamma yerda 2 faktorli autentifikatsiyani yo'qing. Bunda siz parolingizni kiritganingizdan so'ng telefoningizga kelgan kodni ham kiritishingiz shart bo'ladi. Bu sizning hisobingizga kirishni sezilarli darajada murakkablashtiradi. Ilgari ham aytganimdek, iloji bo'lsa, autentifikator ilovalaridan foydalanish SMS orqali keladigan kodlardan ko'ra xavfsizroq. 3. Dasturiy ta'minotni muntazam yangilang. Operatsion tizim Windows, macOS, Android, iOS va barcha ilovalar, brauzerlar, messenjerlar, antiviruslarni doimiy ravishda so'nggi versiyaga yangilab turing. Dastur ishlab chiquvchilari muntazam ravishda xavfsizlik kamchiliklarini bartaraf etish uchun yangilanishlarni chiqaradilar. Eskirgan dasturiy ta'minot firibgarlar uchun eshit bo'lishi mumkin. 4. Shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi sozlamalarini tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa ilovalardagi maxfiylik sozlamalarini ko'rib chiqing. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sana, telefon raqami, manzil, ish joyi va hokazo qanchalik ko'p ommaga ochiq bo'lsa, firibgarlarning sizga qarshi ijtimoiy injeneringni qo'llashi shunchalik oson bo'ladi. Keraksiz ma'lumotlarni cheklang. 5. Haddan tashqari yaxshi takliflarga shubha bilan qarang. Tez bo'yish, kafolatli katta daromad, bepul mahsulotlar kabi takliflar ko'pincha firibgarlik sxemalari bo'ladi. Hayotda hech narsa osonlikcha kelmaydi. Agar biror narsa haqiqat bo'lish uchun haddan tashqari yaxshi tuyulsa, demak u yolg'on bo'lish ehtimoli katta. 6. Shoshilinch talablarga e'tibor bermang. Firibgarlar sizni shoshiltirishga harakat qiladi. Hozir qaror qabul qilishingiz shart. Faqat 1 soat vaqtingiz bor kabi iboralardan ehtiyot bo'ling. Siz har doim o'ylab ko'rishga, maslahat olishga va ma'lumotlarni tekshirishga haqlisiz. 7. Hech qachon OTP, CV, PIN kodlarni hech kimga bermang. Bu sizning shaxsiy bank ma'lumotlaringiz bo'lib, ularni faqat o'zingiz bilishingiz kerak. Bank xodimi ham, qarindoshingiz ham ularni so'rashga haqli emas. Tekis. O'zingizni o'qitib boring. Yangi firibgarlik usullari haqida doimiy ravishda xabardor bo'ling. Xabarlar, yangiliklar, ekspertlar maslahatlarini kuzatib boring. Bilim bu sizning eng kuchli qurolingiz. Agar siz firibgarlik qurboni bo'lsangiz, nima qilish kerak? Agar siz afsuski firibgarlarning qurboni bo'lib qolsangiz, vaqtni behuda sarflamang. Quyidagi qadamlarni darhol amalga oshiring. 1. Bankingizga murojaat qiling. Birinchi navbatda pul o'tkazilgan bank yoki to'lov tizimining ishonch telefoniga darhol qo'ng'iroq qiling. Vaziyatni tushuntiring va tranzaksiyani bekor qilishga, agar iloji bo'lsa, yoki firibgarlik harakati sifatida belgilashga harakat qiling. Ulardan barcha kerakli ma'lumotlarni, tranzaksiya ID'si, sanasi, vaqti, qabul qiluvchi hisob raqami yozib oling. 2. Barcha parollaringizni o'zgartiring. Agar siz biron bir ma'lumotingizni firibgarlarga bergan bo'lsangiz, hatto kichik bir qismini ham, darhol barcha bank hisoblaringiz, elektron pochtangiz, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa muhim xizmatlardagi parollaringizni o'zgartiring. 3. Huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiling. O'zbekistonda ichki ishlar organlarining kiberxavfsizlik markazlari mavjud. Siz o'zingizning hududingizdagi ichki ishlar bo'limiga yoki to'g'ridan-to'g'ri kiberxavfsizlik markaziga, ularning rasmiy veb-sayti yoki telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin, murojaat qilishingiz kerak. Ular firibgarlik holatini tekshirishadi. 4. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Tranzaksiya tafsilotlari, qayerga, qancha, qachon o'tkazilgani, bankdan ko'chirmani oling. Firibgarlar bilan bo'lgan barcha yozishmalar, SMS, elektron pochta, messenjerlardagi xabarlarning skrinshotlari, firibgarlik sxemasini tasdiqlovchi har qanday boshqa ma'lumotlar, soxta veb-sayt havolalari, qo'ng'iroq raqamlari, voqea haqida batafsil.
xronologik tarzda yozilgan bayonot. Unda sana vaqt summalarini aniq ko'rsating. 5. Moliyaviy hisobotlaringizni kuzatib boring. Keyingi bir necha oy davomida bank hisobotlaringizni diqqat bilan tekshirib boring. Siz bilmagan shubhali tranzaksiyalar bo'lsa, darhol bankka xabar bering. Xulosa aziz do'stlar, bugun biz onlayn firibgarlikning yangi o'ta murakkab shaklllari va ulardan himoyalanish yo'llarini muhokama qildik. Esingizda bo'lsin. Raqamli dunyodagi eng kuchli himoya bu sizning hushyorligingiz va bilimlaringizdir. Hech qachon shoshilinch qarorlar qabul qilmang. Har bir ma'lumotni tekshiring va shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'z qorachig'ingizdek asrang. Ushbu video sizni va yaqinlaringizni kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilishiga umid qilaman. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Ushbu ma'lumotlar haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha